Abdurahmon, bolani nutq rivojlanishidan orqada qolishini bildiradigan 5 ta belgi haqida gaplashamiz. Birinchisi, bola 1 yoshga kirganida 10 ta so'z bilishi kerak. Kamida 10 ta 25 tagacha so'z boyligiga ega bo'lishi kerak. Ikkinchisi, bola so'zlarni qo'shib gapirishi kerak. Kam, lekin qisqa bo'lsa ham so'zlarni qo'shib gapira olishi kerak. Uchinchisi, bola jestlar bilan gapirish kerak, ya'ni o'zini ishoralar bilan fikrini tushuntira olish kerak. To'rtinchisi, bolani so'lagi oqib yursa, bu yaxshi belgi emas. Bunday bolalarning barchasida nutq rivojlanish orqada qoladi. Beshinchisi esa, agar bola atrofga befarq bo'lsa, atrofdagilarning unga qiziqishi bo'lmasa, demak bilingki, bolangizda nutq rivojlanishidan orqada qolish kuzatiladi. Davolamasa yomon bo'ladi. Kechikadi. Bola 5 yoshda ham to'liq gapira olmaydi. Hurmatli onajonlar, agar sizning farzandingizda ham shu kabi belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, 21-22 iyul kunlari Neyromasha sirlari nomli bepul onlayn dars tashkil etyapman. Hurmatli onajonlar, qatnashish uchun hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.